İşine devam hürmetli vatandaş. Bugün çislağış 2022 yıl 8. ayının 31. günü vatandaşı. Endiki mavzumundaq. Fransiya istihbaratı Cungo Kompartiyası Tayvan'a təcavüz qilishga eng oxirgi tayyorligini qilyapti. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 8. ayının 30. günü Vanbetor biti e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Cungo hukumati Tayvan'a təcavüz qilish uchun tayyorlik qilmoqda. Chet ellik istihbarat xodimlarini avatib, ya'ni jasuslarni avatib, Cungo Tayvan'a hujum qilsa chet el davlatlari qandaq inkas qaytirdi? Agar Amerika armiyasi Tayvan'a hamkorlashadigan bo'lsa, Amerikaning ittifoqdoshlari qo'llamdi yo'q. Fransiya istihbarat xabarlari Torbit 8. ayının 30. günü mundaq oshkorildi. Oldingi sap istihbaratida mundaq ko'rsatdi. Moskva Xi Jinpingni ishontirishga urinib, agar Cungo Tayvan'a hujum qilsa, hamkorlashadiganligini bildirdi. Tayvan markazi agentlik ismini Xinjiang deb atagan bir nafar muxbir Fransiya Parijda mundaq xabar qildi. Fransiya istihbarat xabarlari Torbit 30. günü mundaq ko'rsatdi. Cungo davlatlik bexatarlik ministri Chen Wencheng Tayvan siyosatini tuzish uchun chet ellardan istihbarat uchurlarini to'plashni qanot yoydirdi. Fransiya istihbarat oldingi sepi mundaq ko'rsatdi. Cungo'ning davlat raisi Xi Jinping bir necha kun burun bexatarlik ministrligi Chen Wenchengning mas'ul bo'lib chet ellardagi jasuslarni harakatga keltirib, chet eldan istihbarat uchurlarini to'plashni, agar ozodlik armiya Tayvan'a hujum qilsa, har qaysi ellar hukumatlarining buningga qandoq inkas qaytirdiganligini tekshirishni vazifa qilishni talab qildi. O'xshashli bir vaqtda Cungo'da tashviqot organlari Tayvan masalasini qurolli kuch bilan hal qilishni hadaf tashviq qilishga boshladi. Chet ellarda e'lon qilingan obzorlarda mundaq ko'rsatildi. Rossiya Federatsiyasining Cungo'ni Tayvan'a hujum qilishga kuch ko'rsatganligi va ilhom berganligi bir suiqasddir. Bu faqat G'arb dunyosining Rossiyaga selayotgan besimini Cungo'ga ihtirab qo'yishdan iborat. Rossiya hozir Ukrainada patqoqqa petib qoldi. Agar Cungo Tayvan'a hujum qiladigan bo'lsa, bu Rossiya uchun bir fursat bo'ladi. Ukraina yana bir xabar kichikkina hujumi. Prezident Zelenskiy Rossiya armiyasiga butun sap bo'yicha hujum qilishni boshladi deb ko'rsatdi. Amerikaning Hawaii Pearl Harbor dengiz armiya bazasida Amerika, Yaponiya, Koreya maxfiy suhbatlashib, Tayvan bo'g'izida urush yuz berish hodislarini muhokama qildi. Mavzuliq video xabari avtori Ma Shangshen 8. ayının 31. günü YouTube. Yani bir cümle başta tahlil qilgan vaziyat tahlilida unutib qolibdiman, atiga chiqishtiraman vatandoshlar. Shu esinglarda bo'lsin, yo deb qo'yay. 7. ayının 10. günü Indoneziya Balida oralida Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Junxo Xalq Jamhuriyatining tashqi ishlar ministri Wang Yining ko'rishgan suratli xabarini men sizlarga bildirib, mushu rasmni bir ko'rib o'tinglar degan edim vatandoshim. Qani shuning ichida qaysi Uyg'urlarim ko'midi uni bilmayman. Shu vaqtda tashqi ishlar ministri Rossiyaning Sergey Lavrov Wang Yiga qandoq muomala qildi? Wang Yicho qanday muomala qildi? Bu esingizda bo'lsin. Shunga bugun Li Jianshu xalq vakillar qurultayi Beijing'den vazifasidan ayrilish oldi turgan Moskvaning bosh elchisini Li Jianshu qabul qildi, Wang Yi qabul qilmadi. Mana bu yerda nima gap bor vatandosh?